Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bizlarni kuzatib boruvchilar. Bugungi mavzuimiz drabilkalar haqida bo'ladi. Qanaqa drabilka olish kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak, основной qilinadigan ishlar drabilkada qanaqa sifati, qanaqa o'shalar to'g'risida bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatib tursanglar, hammasi haqida ma'lumot berib boramiz. Xitoy drabilkamizning ichki qismlari ko'pchilik aytibdi, mana bu svarka urilgan ekan. Bu vtulka, основной vtulka vazifasini bajaradi. Valga svarka urilgan deb aytibdi. Ichlarini ochib, maxaviylarni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Keyin mana bu segmentlar haqida gaplashamiz. Qanaqa segment yaxshi bo'ladi, qaysi biri sifatli, ko'pga ketib qoladi, chidamliligi haqida gaplashamiz. Buni yechib bir sizlarga ko'rsatib beramiz. Qani boshladik. Yechish jarayoni boshlandi. Ungacha sizlarga segmentlar turi haqida aytib beraman. Drabilka otganinglarda birinchi navbatda maxavikning qalinligiga e'tibor berasizlar. Maxavik ko'p qalin bo'lishi ham kerak emas, chunki motorga nagruzkali bo'ladi. Segmentlar ham bir 3-4 xili bor. Germanskiy bo'ladi, kuydirilgan. Mana bu eng sifatli segment. Mana shunga e'tibor berasizlar. Kuydirilgan segment eng sifatli, uncha-muncha ketib qolmaydigan segment bo'ladi. Mana bu oddiy segment bo'ladi. Sizlarga endi qaysi drabilkani ko'rsatmayman. Kuydirilmagan bu oddiy segment bo'ladi. Bu 1 tonnaga ham yaramaydigan segment bo'ladi. Kuydirilgan segmentga Xitoy zavodi 100 tonnagacha garantiya bergan. Keyin mana maxavigini ham qaysi drabilkaligini ko'rsatmayman buni. Bunaqa drabilkalar ko'payib ketdi turlari. Mana ko'rishingiz mumkin. Yechib bo'ldik, mana olamiz valdan. Mana hech qanaqa valga svarka urilmagan. Bu o'zimizda trenddagi 2 og'izli drabilkamiz. Pushka drabilkamizning ichki qismlari ham xuddi shunaqa bo'ladi. Keyin mana maxaviga qalinligiga e'tibor berasizlar. O'ta qalin emas. Bu degani ketib qolmaydi bu narsa. Uncha-munchaga ketmaydi. Deyarli уже вечныйga ishlaydigan narsa. Mana tag tomoni ham o'rtada vtulka bo'ladi. Uni tushunadigan odam biladi. Mana tepasiga vtulkaning tepasi. Mana qo'shilgan joyiga безопасностьga svarka urilgan bu yeriga. Mana segmentlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana shu kuydirilgan segmentga 100 tonnagacha garantiya berilgan o'zimizda. Bu narsa hozir hozmaylarda bor. Hamma hozmayda deyarli sotilib yotibdi bu narsa. Molotoklar mana. Hammasi almashadi. Безопасностьga. Svarka urilgan joyi bor. Glavniy qismi bu yoqlarda mana gayka bo'ldi. Bir dona svarka urilgan joyi yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Maxavigimizning qalinligini. Bu hozir 2 og'izli drabilkamizdan chiqqan maxavig bo'ladi. 2 og'izli drabilkamizdan. Keyin motorlarga ham ahamiyat berasizlar. Motorlar mana ko'pchilik mana zashnili motorlar chiqqan hozir. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zida puskatili bor, tok ko'rsatilgan datchiklari bo'ladi. Ya'ni kamiga mana ham bunga o'rnatilgan, ham bunga безопасность o'rnatilgan bo'ladi motor o'zida. Suxoy relay deyiladi, puskatil deyiladi bu. Ko'pchilik mana hozir o'zimiz ishlab chiqarilayotgan drabilkalarni mana kulchatirga o'rnatib qo'yishadi. U lekin 10 sekundda o'chadi u. Agar motorda bo'lsa, sразу tashlaydi. Motor o'zini o'zi zashniy qiladi. Kulchatirdagi misol uchun 10 sekund oralig'ida motor katta nagruzka sezib qoladi. Uni tavsiya berilmaydi. Iloji boricha puskatilli motor o'g'ringlar. Shularga e'tibor bersanglar, mana motorimiz ham 6,5 kW. 6,5 kW 3000 оборотli Xitoy motori bo'ladi mana. 2 og'izli drabilkamiz bu trenddagi. Keyin mana ichini ham ko'rishingiz mumkin. Jabrali bo'ladi. Bu jabra nimaga? Основной jabra ishlaydigan narsasi sotalarga juda zo'r ishlaydi. Sotalarni misol uchun ichida aylantirmay o'zida qisib o'ta mo'shniy maydalab yuboradi. Bunisi donga mana molotkovoylar ishlaydi. Molotoklari bor, o'zida ko'rishingiz mumkin. Mana o'ta sifatli qilib ishlatilgan drabilkamiz 2 og'izli o'sha trenddagi drabilka. Pushka variantida ham xuddi shunaqa variant mana. Yana o'ziga solib qo'yamiz buni. Muammosi mana kirib chiqadi. Joyida segmentlarni alohida almashtirsanglar ham bo'ladi. Unisida muammo bo'lmaydi. Bu 2 og'izli drabilkamiz. Bu variantdagi drabilkamizdan ham mana naval holatda bor, ko'rishingiz mumkin. Ichki qismlari o'sha bilan birga bir pushka varianti bo'ladi bu. Xitoy pushka varianti. O'zimizda birinchi Strelokdan Xitoy pushka varianti. Xolasanglar yonboshga ishlaydi, xolasanglar tikka ishlatsanglar bo'ladi. Bundan ham naval turibdi hozirchalik. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin.
Pastda nomerlar qo'yaman. Ishlash videolari, boshqa videolarni Xitoy chorva texnikalari YouTube kanalimizga joylab borganmiz. Bemalol o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Keyingi obzorlarimiz Xudo xolasa boshqa mahsulotlarimiz haqida bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.